Hazır bir yerde Orta Aziyadekiler öz fikri bilen, başka yerdekiler öz fikri bilen, yana başka yerdekiler öz fikri bilen, bunda biz medyada talaş tartış qilish bizga shunday ya vacip, ya sünnet, ya farz emas. Bu özümüzün içindeki bir ahlaki göz qarash ve iddia göz qarash. Bu göz qaraşlarımızda umumizlik bir göz qarash qilishimiz kerak. U bo'lsa-mu Uyg'urningki hozirgi qirilgan zamondagi bu hayatimizni o'zgartirishimiz qaysi yo'ldan to'g'ri kelsa, Uyg'ur deb bo'lsa Uyg'ur bilan, Sharqiy Turk desa Sharqiy Turk bilan, nima bo'lsa shuning bilan biz bu ikki xil yo'lni birlashtirib, bütün xalqimizningki birlik birga kelib davlatimizni qurishimiz kerak va ishg'olchi, bulangchi, qonxo'r, qotil ve insanların hakkından korkmaydigan, bütün sanat terakkiyatı, bütün kainattaki canlılık ve cansızga ziyan keltirdigan qonxo'r, qatil Xitoydan intiqam olishimiz kerak. Bu insonli bo'lsin. Bir-birimizga hozirgidek bo'lmagan ishqa o'ch adovat qilsak, qani bizning dushmanimiz? Biz kimlar urushimiz? Hammamiz o'zimizla urushimizmi? Bununla azroq diqqat e'tiborimizni beraylik. Hammaning sakinlashishini va o'z o'qiga kelib, o'z o'qida xizmatimizni qilishni tavsiya qilaman. Hurmatli xalqim, bizning kunimiz bu emas. Bizning xarlig'imiz yetar. Qo'limizga hech nima olmay, bir-birimizla ittifoqlashmay, biz bu davlatni, Uyg'uriyat davlatini, Uyg'uriston davlatini, Sharqiy Turkiston davlati degan bu vaqaza bugün qachon qilamiz? Qilamaymiz biz. Bizga birlik, ittifoqlik, bundan başka hech qanday bir ish bizga lazım yok. Her yerde bir-birini açıqlashayotganlar, bu davlat qurish programmasi bilan açıqlashganlar o'zinglar besi bilinglar. Biz chet elda rahat parag'atda shu vaqtimiz yerimizda uxlab qo'yadigan yerimiz var, mangadigan va o'tiradigan yerimiz var. Beşimizde ve zalimlik yok. Bir hayat küçülüp durup, yani biz halkımızı unutup, quruq gap bilan bir-birimizni bu holatda haqoratlash, bu aqlliq bir insonningki yoki ezilgichi bir millatning aqli emas bu. Bu bizning ishimizga buyuk bo'lginchilik deb o'z fikrimni oxirlashtiraman. Hurmatli xalqim, diqqatimizni faqat bosqinchi, qotil, qonxo'r, bulangchi insoniyatninki boyligini elib, yerini elib ve o'zini esirga elib to'ymay, ichki yurak, böbrek, jigarni satgan bu yaramaz ve hech qanday bir şeyga o'xshatib eyiblig'i bo'lmaydigan bu qonxo'r Xi Jinpingdan biz intiqom olishimiz kerak. Yaşasın Uygur halkının birliği, yaşasın Uygur halkının galbisi, yaşasın Uygur halkının mücadelesi. Kim dünyanın nerede olsa bu hizmetini yaxshi qilganlarga rahmetimni ve mübarekleşni özümninki kalbidan aytgan rahmetimni hammangizga salom qilib yollayman. Ama uzun zaman qolmay bizning birligimiz keladi. Bizim devletimiz esli kilidi. Biz bu programını ortaya çıkkandan keyin bütün meyli Avrupa, Asya, bütün dünyanın neredeki bizim vatandaşlarımız bilen ve bilimli kişiler bunu özünün içi bükkeni var. Biz hazır Facebook'ta her topta 200 adam ya 300 adam bu gapni talışıp bize işim kılanmayız. Bizim ketimizde tehe bu medyaya çıkmay, şu sonu dilpindek yoki tog'dagi yo'lbars shirdek o olash uchun yatgan sizning xalqlaringiz bor. Bular chiqadi o'rtaga. Bizning kuchimiz bo'lgan vaqtida bizdagi bu ushaq-tushak, talash, tortish, haqoratlash hech kimning og'zidan chiqmaydi. Hammamiz bir kuchimiz inshaalloh biz qalbi bilan vatanimizni olamiz.